vaqtlar Shiroq ismli jasur inson yashagan. Shiroq o'z xalqini juda ham sevar edi. U cho'ponlik qilib, oilasi bilan baxtli yashar edi. Bir kuni podsho Doro Sak qabilasiga qarshi katta armiyasini yubordi. Doro Sak xalqini yengib, ularning yerlarini egallamoqchi edi. Shiroqning qabilasi ham hujumga uchradi. U o'z xalqini hiyla bilan himoya qilmoqchi bo'ldi. Shiroq Doro bir qarorgohiga kelib, unga qabiladoshlari nohaq ozor yetkazganini aytdi. Ularga qisqa yo'lni ko'rsataman deb va'da berdi. Uning burni va quloqlari kesilgan edi va Doro unga ishondi. Eron qo'shini faqat 7 kunga yetadigan suv va oziq-ovqat olgan edi. Issiqda cho'ldan o'tayotgan dushman qo'shini charchab, oziq-ovqati ham tugaydi. Nihoyat 7-kunida dushman qo'shini aldanganda bilib qoldi. Shiroq Shoh Doro va uning askarlariga qaradi, shunday deydi: Men yolg'iz o'zim Doro qo'shinini yengdim. Sizlarni aldab cho'lning qoq o'rtasiga olib keldim. Xohlagan tomoningizga ketishingiz mumkin. Vohagacha 4 tomoningiz ham 7 kunlik yo'l. U o'ldirildi, lekin uning jasorati va xalqiga sevgisi abadiy qoldi. Doro va uning armiyasi cho'ldan katta yo'qotishlar bilan chiqdi. Shiroq esa o'z xalqini himoya qilgan mard qahramon sifatida yodda qoldi.